Assalomu alaykum barchangizga. Bugun biz bu videoda DNK, xromosoma, genlar va genom haqida gaplashamiz. Video oxiriga kelib siz ularning har biri nima ekanini va ular bir-biriga qanday bog'liqligini tushuna olishingiz kerak bo'ladi. DNK dezoksiribonuklein kislota. Bu bizning barcha irsiy ma'lumotimizni tashkil qiluvchi kimyoviy modda. DNK polimer hisoblanadi. Ya'ni u bir-biriga ulangan juda ko'p o'xshash birliklardan tashkil topgan. Aslida u ikkita zanjirdan iborat bo'lib, ular bir-biriga yopishgan holda ikki spiral, double helix shaklini hosil qiladi. Bu shunchaki ikki zanjir spiral degani. Agar siz bitta hujayradagi barcha DNKni olib, uni yozib yuborsangiz, u 2 metrdan ham uzun bo'ladi. Shuning uchun u chalkashib ketmasligi va yadro ichiga sig'ishi uchun DNK 46 ta alohida bo'limga bo'lingan. Har bir bo'lim juda qattiq o'ralgan bo'lib, biz uni xromosoma deb ataymiz. Demak, bizda har bir inson hujayrasida 46 ta xromosoma bor. Ammo aslida 23 xil tur mavjud. Chunki biz har bir turdan ikkitadan olamiz. Bittasi onadan, bittasi otadan. Masalan, birinchi xromosomadan ikkita ota va onadan, ikkinchi xromosomadan ikkita va shu tarzda 23-gacha davom etadi. Har ikkitasini biz juft deb ataymiz. 23-juft xromosomada biroz boshqacharoq bo'ladi, chunki ular jinsiy xromosomalar hisoblanadi. Ular X va Y xromosomalardir. Ayollarda ikkita X bo'ladi, erkaklarda esa bitta X va bitta Y bo'ladi. Xromosomalar haqida chalkashtiradigan narsa shundaki, ularni ko'pincha X shaklda chizilgan holda ko'rasiz. Aslida ular faqat hujayra bo'linishidan oldin, mitoz yoki meyozdan oldin shunday ko'rinadi. Odatda hujayra tinch holatda bo'lganda xromosomalar boshqacha yoyilganroq ko'rinishda bo'ladi. Endi bizda keyingi ma'lumotimiz gen haqida. Gen bu ma'lum bir oqsilni kodlovchi DNKning kichik qismi. Uni xromosomaning kichik bo'lagi deb tasavvur qilish mumkin. Bu DNK bo'lagi ma'lum bir aminokislotalar ketma-ketligini kodlaydi. Aminokislotalar shu ketma-ketlikda birlashganda oqsil hosil bo'ladi. Bizda atigi 20 xil aminokislota mavjud, lekin ular juda ko'p kombinatsiyalarda birlashib olgani sababli minglab turli xil oqsillar hosil bo'ladi. Shunday qilib, DNK hujayrasi oqsillarni ishlab chiqarishni belgilaydi. Bu esa hujayraning qanday turga mansub bo'lishini aniqlaydi. Masalan, qizilqon hujayralari gemoglobin oqsiliga juda boy bo'ladi, chunki gemoglobin kislorodni tashiydi. Mushak hujayralarida esa mushak qisqarishi uchun zarur bo'lgan oqsillar eng ko'p bo'ladi. Endi genom haqida gaplashsak. Genom bu organizmning barcha genetik materialining to'liq to'plami. Masalan, mening genomim begona odamnikidan farq qilishi mumkin, lekin ota-onamnikiga ancha o'xshash bo'ladi. Agar menda bir xil egizak bo'lsa, bizning genomimiz bir xil bo'lardi. Olimlar inson genomining to'liq ketma-ketligini aniqlashgan. Bu degani ular DNKdagi barcha genetik kodni bilishadi. Bu juda qiziqarli bo'lishi bilan birga, ayrim kasalliklar bilan bog'liq genlarni aniqlashga imkon beradi. Ba'zida biz ma'lum bir kasalliklarni bevosita keltirib chiqaradi. Bunday holatda biz uni irsiy kasallik deymiz, chunki genni ota-onadan meros qilib olamiz. Boshqa hollarda esa gen faqat kasallik xavfini oshiradi. Masalan, BRCA genlari ko'krak bezi saraton xavfini oshiradi. Shu sababli genlarni tahlil qilish orqali shifokorlar bemor uchun samaraliroq davolash usulini tanlay olishadi. Olimlar esa yanada yaxshiroq davolash usullarini ishlab chiqishadi. Genomlar yordamida ajdodlarimizning ko'chish tarixini ham aniqlash mumkin. Masalan, barcha insonlarning genlarini juda o'xshash, ammo populyatsiyalar orqali kichik, faqat ularning
qachon ajralganini ko'rsatadi. Masalan, insonlar Afrikadan qachon chiqqani yoki Shimoliy Amerikaga qachon